Hörmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Taylandlıq advokat tutqun qilingan Uyg'urlarni qo'yib berishni talab qilgan. Erkin Asiya radiosunun 30 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Taylandlıq bir advokat 10 yildan ko'proq vaqt qamoqda turgan, Xitoyga topshirilib berilish xavfida qolgan 42 nafar Uyg'urning qo'yib berilishini talab qilmoqda ekan. Advokat Chochart Kanpay Payshanba kuni sud mahkamasiga sunilgan murojaatnomada tutib turilayotgan Uyg'urlarning tutqun muddatining oxirlashishini, erkinlikka erishish kerakligini aytib, ular 2013 yildan 2025 yilgacha 10 yildan ko'proq vaqt turmaga tashlandi. Ularning jazo muddatini tamomlaganligi aniq, shunga tutib turish qonunsiz degan. Her kimge Adalet gruppasi bu ayning boshlarida Tayland hukumatining tutqun qilingan 48 nafar Uyg'ur tutqunni Xitoyga qaytarish uchun jadval to'ldirishga qisqaganligiga aloqador doklad e'lon qilgan. Haq gruppasining nima uchun 48 nafar Uyg'urni tilga olganligi aniqsiz. Advokat Chochart Kanpay 42 nafar kishini tonigan. Tayland hukumatining ma'lum bir bayonotchisi 23 yanvar kuni Erkin Asiya radiosiga Tayland hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish to'g'risidagi bayonlarni rad qilgan. Ammo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislari 21 yanvar kuni Taylandni Uyg'urlarni chegaradan qo'g'ilmaslikka chaqirgan. Chochart sungandan keyin 17 fevral kuni sud ochilganligini aytgan. Durham Kengshi Uyg'urlarni bostirish bilan shug'ullangan Xitoy texnika shirkatidan savdo qilgan. Palatinet xabar torining 30 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Palatinadagi bir tekshirishdan oshkora bo'lishicha, Xitoy davlat egiligidagi texnik shirkati Hikvision Durham naysida 34 kamerani ishlab chiqargan. Oktabrda Durham Naylik Kengash bexatar bir muhit yaratish maqsadida Xitoy Markaziy televiziyasi kameralarini yangilash uchun 141.840 yevro pul sarf qilgan. Angliya hukumati 2022 yili Sharq Turkistondagi dafsanchilik bilan bog'lanishliq bo'lganligi uchun Hikvisionni qisman cheklagan. Ya'ni hukumat binolarida cheklangan bo'lsa-mu, hukumat organlari va soqchixonalarda ishlatilgan. 2021 yili Angliya Tashqi ishlar komiteti Hikvisionning jazo lagerlarida ishlatilgan dastlabki kamera texnikasi ekanligini bayqagan. Hikvision gerçi 2023 yili BBC'ning so'ragan savollariga javob berganda eng yuqori o'lcham va kishilik huquqqa hurmat qilish irodasini bildirgan bo'lsa-mu, xalqaro kechirim tashkiloti bayqagan boshqa dalil isbotlar Hikvisionning kameralarining Iordan daryosining g'arbiy qirg'oqi va G'azza rayoniga joylashganligini, Isroiliya soqchilari va shaxsiy yerlashimchilar tarafidan falastinliklarni nazorat qilish uchun ishlatilayotganligini ko'rsatgan. Mamlakat miqyosida nazorat qilguvchi ishlab chiqaruvchi haqida kengashning qarori yo'q. 22 kengash va yakka yadroliq polimonizm Hikvision setib olishni amaldan qoldirishga qo'shilgan. Durham soqchisi va jinoyat komissari Joy Allen olimlar va korxonalar Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining kamerasining ularni texmo bexatar his qildirganligini ta'kidlaganligi sababidan Durham rayonidagi Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining kameralarining ortganligini aytgan. Kengash palata a'zosi John Shalivard BBC'ga texmo yuqori aniqlikdagi kamera texmo aniq suratlarni olganlik uchun Markaziy televiziya stansiyasining jinoyat va jamoatlashmagan qilmishlarni nazorat qilish, bayqash va oldini olish oson degan. Kengash setib olgan 34 Hikvision kamerasi chiroy tunish yoki sun'iy idrok ishlatmaydi ekan. Durham Naylik Kengashning plan va turalg'i mas'uli Michael Kelleher biz bexatarlikni ko'zda tutib, Angliyaning har qaysi joylaridagi sezgir rayonlarda Hikvision mahsulotlarini ishlatishning cheklanganligini bilamiz. Ammo yerlik hukumatlar jamiyatning bexatarligini qo'llash va jinoyatning oldini olish va bayqashda davomli ishlatadi. Bu kameralar davlat soqchi boshliqlari kengashi va soqchi instituti tomonidan mamlakatlik jiddiy ish deb e'lon qilingan ayollar va qizlarga qaratilgan zo'ravonlikning oldini olish uchun yangilandi. Agar qonun yoki hukumatning bu ishga bo'lgan yetakchiligi o'zgarsa, biz maydonimizni albatta tekshirib turamiz degan. Yaxshilikning mukofoti, yomonlikning jazosi bor. Muqaddas islom dinimizdami dunyoda cho'ng-kichik har bir ishni qilganda ishning yaxshisini qilishga buyuruydi. Yaxshilik har bir insonning saodat ochquchidir. Xudoy taolo bu dunyoda yaxshi ishlar bilan mashg'ul bo'lgan insonlarga har ikki olamda ko'plab baxt saodat ato qiladi. Shuningdek, bu dunyoda yomon ishlar bilan mashg'ul bo'lganlarni dunyodami, oxiratdami ko'plab falokatlar bilan jazolaydi. Yaxshilikning mukofoti ikkala dunyoda ko'rilganidek, yomonlikning jazosimi ikkala dunyoda ko'riladi.
İjtimoiy hayotda yaxshi inson har vaqt xalq orasida hurmat va izzat ichida o'tadi. Yomon inson xo'rliq, falokat ichida kun kechirdi. Yaxshi insonni xalq hech qachon yomonday debmi deyolmaydi. Yomon deb ayblashga vijdonimi ko'tarmaydi. Har qandaq bir yomon insonnimi xalq yaxshi deb ta'riflashga vijdoni ko'tarmaydi. Yaxshi inson har vaqt xalq orasida beshini egiz ko'tarib xushxuy yuralaydi. Yaman inson bo'lsa, xalq orasida bosh ko'tarib yurman debmi yurolmaydi. Hamisha vijdon azobi ichida o'tadi. Shunga yaxshi odamning mukofotini beradiganimi, yomonning jazosini beradiganimi xalqning o'zidir. Shunga kim bo'lishidan qat'iy nazar, fursat qo'limga keldi. Endi nima qilsam qilib olayman. Bugun meni hech kim javobgarlikka tortolmaydi deb turli yomon ishlarga kirishmasin. Chunki fursat degan insonning qo'lida muqim turavermaydi. Buningdan hisob oladigan, qilgan yomonlikning jazosini beradigan fursatlarmi kelib qoladi. Bugun mana buning bir misoli ko'z oldimizda turibdi. Qo'limda huquqim bor, fursat mening. Meni hech kim javobgarlikka tortolmaydi deb xalqqa qilmagan, yomonlikqa qilmagan Shingshsay va uning jallatlari oxiri xalqning qattiq nafrati va qarg'ishiga uchirdi. Ular qaysi bir xalq orasida beshini ko'tarib yuraladi. Qaysi biri qon yutib, ro'yi azob ichida o'tmadi. Qaysi biri xalqning qisos elishidan qo'rqib, har zaman qechib, müküp solinib yurmadi. Qaysi birining yegan g'izosi g'izo ko'rgan kuni kun bo'ldi. Yaqinda Shingshsayning jallatlaridan biri bo'lgan Chiu Dingkong Lanjuda oqshimi o'yindan qaytib kelayotganda suiqasdga uchrab o'ldi. Mana bu uning yomonligiga xalq tarafidan berilgan bir jazodir. Yaqinda yana Shingshsay jallatlaridan biri Urumchiga kelganligi ma'lum bo'lgan hamon Urumchi xalqi uningdan qisos elish uchun g'alyan qo'zg'adi. Gizlarmu xalqni qisos elishga da'vat qildi. Mushuningga o'xshash xalqqa ziyni tekkan, xalqni qaqshatganlar hech qachon xotirjam hayot kechirolmaydi. Bugungi jamiyatimizda Shingshsay va uning jallatlaridek zolimlar bo'lmasmi, lekin ularsimon yomon odamlar yo'q emas. Bugun yurtimizning har bir puchqaqida qo'limda fursatim bor. Hech kim menga gap qila olmaydi deb turlik buzuqchilik yomon yo'llarda yurgan odamlar yo'q deb aytolmaymiz. Bundaq odamlar hayotim cho'qim mushundoq o'tadi. Mening orqa tirkim hamon menga tirak bo'lib berdi deb o'ylaydi. Bugunning atisimi borligini o'ylamaydi. Xalq har qachon oldimda tiz cho'kib turdi. Ursammi, assammi, yanchisammi, bulasammi, talasammi, qamasammi, qiynasammi, aldisammi, xiyonat qilsammi, ular menga olibmi qarayolmaydi deydi. Xalqning atogini hisob oldiganligini bilmaydi. Zaman aylanib, zolimlarni xalq oldida tiz cho'ktirib beradiganligini o'ylashmaydi. Amaliyotda yurtning har bir puchqaqida yomonlarning qarshisida turgan yaxshilarmi bor. Gerçi yaxshilar yomonlarning oldida ma'lum muddat bosh ko'tarolmasmi, ammo ular har vaqt xalqning himoyasiga ega bo'lib turadi. Bir kun bo'lmasa, bir kuni xalq oldida cho'ng-cho'ng mukofotlarga ega bo'ladi. Yomonlar oldida bosh ko'tarolmagan bo'lsa-mu, lekin xalq oldida hech qachon ro'yi azob ichida qolmaydi. Yaxshilarning istiqboli har vaqt parlaqdir. Shunglashqa yurtimizga cho'ng kichik hamma kishilarning yaxshilik tarafga qarab menishini umid qilamiz. Yaxshilar yaxshilikni kundan kunga orttirib qolmay, Xudoyim hamma insonlarning oldida izzat hurmatini yuqorilatqay. Yomonlar tufayli o'tgan vaqtni bila-bilmas holga kelib qolgan xalqni oqartish uchun bugundan boshlab xalqqa va yurtga yaxshilik qo'lini so'zg'ay. Imkon qadar yaxshilik qilib istiqbolini oydin qilg'ay. Bandining tavbasidan Alloh o'tadi, ammo bu o'tish yomonlikni tashlab yaxshilikqa qarab menishni shart qiladi. Har bir yomon inson o'zining yomonligini bilib turib tavba qilib yaxshilik tarafiga mangsa, insonlarmi uningdan o'tgan xatoliklarni kechirdi. Yaxshilikni yoki yaxshi degan nomni pulga setib olg'ili bo'lmagandek, har bir yomonliknimi yomon degan nomnimi pulga yulab turib peshondan yuyib tashlab o'tkili bo'lmaydi. Yaxshi nom yaxshi ishdan, yomon nom yomon ishdan keladi. Ko'z oldimizga ishlardan ibrat elib, yurtimizga har bir shaxs yaxshilikqa yuzlansin. Yomonlarni yaxshilikqa da'vat qilsin. Yomonlarmi yaxshilikqa qarab qadam bossin va har bir inson Xudoning insonlarning oldida qora yuz bo'lib qolishdan qo'rqsin. Menda Erkizda 283-son 1949-yil 5-may. Uyg'urchaga ag'dirg'ichi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.